Libido o'zi nima? Jinsiy aloqaning xohishi yo'qligi. Hozirgi kunda juda ham ko'p qabulimga bemorlar murojaat qilyapti. 10 ta ayoldan kelsa, deylik, 8 tasida libido pasayishi. Shu jinsiy aloqaning xohishi yo'qligi. Bular nima sabab? Birinchi o'rinda bu gormonal buzilishi. Gormonal buzilishi bo'lsa, albatta libido pasayib ketadi. Va ikkinchisi, gormonlar buzilishi natijasida dedik, uzoq vaqt ko'krak suti bilan emizish. U emizgan sari sizda o'sha hayzingiz bir xil laktatsion aminariya deymiz. Laktatsion aminariya natijasida hayz kelmaydi va tuxumdonlardan olib o'tiradi. O'sha tuxumdonlarda estrogen gormonlar, go'zallik gormoni ishlab chiqarilmaydi. U go'zallik gormoni ishlab chiqilmaganda sizda avtomatik o'sha xohishning kamayishni boshlaydi. Shuning uchun ko'p ayollarga aytaman, emizyapsizmi hali? Ha, bolam 2 yosh, emizyapman yoki 2,5 yosh. Uni sutdan chiqaring, hayz siklini tiklashimiz kerak, gormonlaringiz tiklashib va kerakli dorilar beramiz, estrogen gormonlarining oshib, xohishning oshishi. Bu ikkinchi sabab bo'lishi mumkin. Uchinchi sabab bu ortiqcha tana vazni. Agar sizda yog' qatlami juda ko'p bo'lsa, ayniqsa ayollarimiz qatiga ko'p yog' yig'iladi, qorin sohasiga, biqinda, ko'krak atrof qo'llariga yig'ilishni boshlaydi va qorin sohasidagisi eng achinarli, chunki bu ham tuxumdonlarni ishlamaslikka, qon aylanishining buzilishi natijasida va to'g'ri o'sha yerdan gormonlar, estrogen go'zallik gormoni ishlab chiqarmaslik sababli bularda xohishning pasayishi kuzatilishi mumkin. To'rtinchidan bu kam harakat qilish. Gipodinamiyani kamligi. O'sha hozir hammada mashina bor, peshqom yurishni xohlamaydi yoki shoshiladi. Hozirgi zamon shunaqa, tez vaqt o'tib ketyapti. Hamma narsaga mana shu bir kunim shunchalik tez o'tyaptiki, o'sha tezroq ishimni qilib olay, tezroq ko'chada ishlarimni qilay deb taksida, mashinada, transportda yurilyapti. Lekin u ham to'g'ri, ishinglarni vaqtida qilishinglar kerak, lekin o'zingizga vaqt ajratishinglar keraksizlar. Kun davomida 10 mingdan ortiq, undan ham ko'p yura olsanglar, yurishinglar keraksizlar. Kechqurun, kunduzi sport bilan shug'ullanish kerak. U sport bilan shug'ullanganingizdan keyin hamma taningizdagi modda almashinuvi, vitaminlar, gormonlar shunaqa yaxshi ishlaydiki, o'zingizni tetik sezishni boshlaysiz. Holsizlik bo'lmaydi va sizda o'sha xohishingiz, jinsiy aloqaga bo'lgan xohishingiz ham ortishni boshlaydi. Agar siz o'tiradigan ish bo'lsa, kam harakat qilsangiz, u o'tiraveradi, semirishni boshlayveradi, sizda hech qanaqa modda almashinuvi, hech qanaqa energiya sarflanmaydi, gormonlar uxlab yotadi va sizda avtomatik xohish to'xtab qolishi mumkin. Va yana keyingi sabablaridan stress aytdimmi, yo'qmi? 3 minutga bir stressni aytib bering. Hammasini ketma-ket Aytmadimmi, stress? Aytdimmi? Mayli, aytib ketavering. Keyingisi kam uxlashinglar. Hozirgi kunda ko'plar juda kech uxlaydi. Kech uxlamaylik deyman, xo'jayinimni kutaman, bolam, farzandimni kutaman deb aslida xo'jayinligiga to'nkashadi. Lekin aziz ayollar, vaqtida uxlashinglar keraksizlar. Chunki 10 dan 3 gacha bo'lgan oraliqda, bu isbotlangan butun dunyoda uxlash kerak. Bu uxlash paytida bosh miyadan, oldingi bezdan chiqayotgan gormonlar to'g'ri ishlanadi. Agar kech uxlasanglar, o'sha prolaktin gormoni oshib ketishi mumkin, kortizol gormoni oshib ketishi, bular xohishingizni pasaytirib tashlaydi. Pasayib jahldor bo'lib qolasizlar, yig'loq, asabiy bo'lib qolasizlar. Bular bo'lmas narsaga ush qilishni boshlaysizlar. Shuning uchun uyqu juda muhim. Va yeyotgan ovqatingizga juda ham e'tiborli bo'lishingiz keraksizlar. Ayollik gormonini oshiradigan oziq-ovqatlar bular ko'katlar, sabzavotlar, shpinatlar, brokkoli juda ko'p iste'mol qilishingiz kerak. Ratsioningizga deyarli bo'lishi kerak. Bu ham oz miqdorda bo'lsa ham estrogen gormonini tashqaridan oziqadan sizlar qabul qilishingiz keraksizlar. Shu sabablar, agar sizda yuqorida aytib o'tgan sabablarim bo'lsa, albatta buni bartaraf qilish kerak, korreksiya qilishimiz kerak. Bemalol ko'rigimga kelinglar, dardga yozinglar, qo'ng'iroq qilinglar, pastga qoldirilgan telefon raqamim. Sizga albatta yordam beraman.